xohlagan joyingizga borib Germaniyada ish topa olasiz. Xohlagan, prям joylasha olasiz. Nalogini to'lab, imeni o'shatda ishlash kerak. Iloji boricha. Endi o'zbeklar baribir yo'lini topib oladi. Men tez kunlik uchib ketaman men bu yerda yurmayman. Уже welcome to Slovakia, Bratislava, da? Volkswagen zavodida 25 million oylik. O, ishonmanglar shu narsaga. 100%. Tesla'da o'tirib endi aytmaymiz kimlik dardi. No, avtomat ko'ruvga topolmadi u. Kelinglar, topshiringlar, ketamiz Yevropaga shu. Bo'la qolinglar deb. Bitta sizlar ko'nman deb. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun mana Tashmuhamedov Ramziddin aka bizani hamma joz, ham уже bilmayman, qarindoshlar yaqin bo'lib ketgan inson, уже rostdan begonadek bo'ldi aka. O'z begonadek bo'ldi dedim men. Begona bo'ldi deb sizlar yaqin bo'lib ketdi-ku. O'zi qarindosh chiqib qoldi-ku. Qarindosh ham chiqdi-ku. Qudasiz siz. Qudamada, ana. Endi bu yerda qarindosh urug'chilik yo'q aka. Qiynalganingiz ham turing. Bu hamma jarayonlardan keyin qudaligimiz bilindi. Oxirida. Oxirida. Xo'p, Ramziddin aka, qachon biz bilan shartnoma tuzildingiz? 2024 sentyabrda. Shuncha kutdingiz-a? Ancha kutdim, lekin Litvaga to'g'rilanadi, keyin boshqa davlatlarga bo'lib ketdi. Litva bildingiz nima bo'lib qolgan? Ha, Litva ancha to'xtatib qo'ydi Litvalar. O'chirdi ham qimmat bo'lib ketdi, sotilib. Mana qarang. Mana shu ID karta haqida mana Ramz aka Slovakiya ID kartasini olganlar. Mana shu ID karta haqida nimada mana olgan kuningiz qanaqa ощущение bo'ldi? Emotsiya zo'r bo'ldi, haqiqatan. Nima desa bo'ladi? Xursandligimdan. Endi почти o'sha fuqarosi bo'lib qoldik. Polugражданин. Polugражданин bo'ldik. Nima desa bo'ladi? O'tda ancha muncha qiyinchilik ham bo'ldi, yaxshi kunlar ham bo'ldi. Xudo xolasa endi yaxshi bo'lib ketadi bundan buyog'iga. Mana shu ID karta hammasini hal qiladi. Buni chiqib, mana bu ID karta chiqib turib bilasiz, qonun qoidasi bo'yicha уже firmaga uchotga qo'yib, naloglarni to'lab yuring. Yo'qmasa annulyasiya bo'ladi. Ko'pchilik buni aytmaydi, ID karta deydi, lekin bu ID karta mana Ramz aka men bilanlar bitta kompaniyaga uchotga qo'yilib olinadi. U kompaniya agar sizni uchotga qo'yib olgandan keyin nalogni to'lab turishingiz kerak. Vdруг agar to'lamasangiz, bu narsa annulyasiya bo'lib ketishi mumkin. Bu demak siz men kartani sroki bo'lgani bilan ham siz o'tda nelegal bo'lib qolasiz. Ya'ni ha, bu to'g'ri. Karta oldim bo'ldi, bemalol yurdim emas. Haqiqatan bitta joyga оформить qilib qo'yib, o'sha yerda nalogini to'lab, imeni o'sha yerda ishlash kerak. Iloji boricha. Endi o'zbeklar baribir yo'lini topib oladi. Endi mana bitta sizga qiziq savol-da. Mana kutdingiz. Birinchi qiziq savolim, mana 1 yildan oshiq kutibsiz-da, agar noyabrda vizangiz olgan bo'lsangiz 1 yil 1 oy bo'lyapti-da kutganingizga. Aziz kartangiz bilan 1,5 yilcha bo'lib ketibdi. Shunaqa bo'ldi. Nimaga ishondingiz mana bizga? Kimdirlar bor pulni to'lab qo'ygan, bo'ladimi? Men umuman ana kutmaydiganlar ham bor. Bor. Unaqa o'zim ham ko'rdim. Kunini sanab o'tiradi. O'g'lim bor, Alloh. Shu peshonaga yozgan ekan borishimiz. Bizga qanaqa qilib davr qildingiz? Men sizlarga kelishdan oldin boshqa kompaniyalarga ham uchrashganman. O'zi plan bo'yicha birinchi bo'lib chet elga ketaman degan maqsadda sizlarni tomosha qilganman. Bu aniq, 100% to'g'ri. Keyin bir ikkita kompaniyalar bilan qiziqdim, boshqa qildimda, даже ozgina bitta minimalga, ikkita minimalga to'lab qo'ying, bo'ldi, o'chirsizni olamiz yo bu deganlar ham bo'ldi. O'sha kompaniyaning otini aytmayman. To'ladim ham. Chiqmadi, oxiri to'xtadim. Shu Grand Vizaga boray dedim. Ko'proq videolarni ko'rardim Instagramda. Aka keldim, sira shartnoma bo'lib, shu nasib qilgani bo'lib shu yerda ekanda. Keyin bitta savol mana qarang. Ko'pchilik rezultati bilan maqtanaveradi. Mana deydi, mana u yoq deydi. Men rezultatlar emas, hozir imенно sizlar uchun men so'rab bermoqchiman. Hurmatli do'stlar, mana bizani ko'rib turganlar, men o'ylayman bu savollar zo'r bo'ladi, javobi ham ko'pchilik kutadigan javob bo'ladi-da. Siz Slovakiyada bo'ldingiz, to'g'rimi? Germaniyada ham bo'ldingiz, adashmasam, keyin Vengriyada bo'ldingiz. Keyin Slovakiya. Budapeshtda bo'ldim, Venada bo'ldim. Ko'p joylarda bo'ldim. Xo'p, endi qarang, Ramziddin aka bitta savol. Sizdan bilan telefonda gaplashganimizda mana ko'p odamlar hostelda yotganini, ishsiz yotganini va'da berib tashlar. Bu nimadan polis mana misol uchun bilasiz, men ish bilan ta'minlanmayman. Misol mana qilib beraman, hujjati bo'yicha davom etaman. Lekin mana ishiga va'da berib jo'natganlarni, endi bu как ularga odamlarga xalqqa informatsiya bo'ladi-da, ishiga va'da berib jo'natganlar ayb
kimda ko'p bo'ladi? Borayotgan odamdami yoki jo'natayotgan odamdami? Yoki ikkalovida aybi bormi? Asl savolni yaxshi tushundim. Qisqasi men u yerda bo'lib, ko'plarni ko'rdim. To'g'risi och qolib ketganlar, ana uyga ketishga pul topolmay qolganlarni ham ochiq ko'rdim. O'zi aybdor. Yo'q, o'zi aybdor emas u odamlar. Bu yerdan jo'natgan firmalar aybdor. Meni nimasi bilan? Sababi u yerdan jo'natadi, mingta va'dani berib, borgandan keyin seni odamlar kutib oladi aeroportdan. Hech kim kutib olmagan paytlari ham bo'lgan, kimlardir. Misol o'zimiz ham ko'zimiz bilan ko'rdik shu narsalarni. Sarson bo'lib, ish topib bera olmay, borgan joyida ishi atkaz, ish mana shu joyda ishlaysan jo'natgan bo'lsa, o'shalar atkaz qilib yuborgan joylarni ham ko'rdik. Qisqasi Nimaga atkaz qilishar ekan? nimaga atkaz qiladi? Endi odamlarni o'zida ham bor, ketayotgan odamlar, shuni bilinglarki, iloji boricha rus tilini yaxshiroq o'rganinglar. Shu, til bilmaydi. Hatto bir rus tilini bilsa, boshqa gap. U kompaniyalar u odamlarni qarab olmas ekanmi? Bilmadim endi unisini, balkim bu yerda pul uchun hamma narsani tiqib olishayotgandir. Demak, Bu 100% fakt bu. Bu yolg'on yoki anaqa bo'layotgani yo'q. Men ko'rgan narsalarimni aytaman. demak bu kelib chiqish holati ham Kelib chiqish ildizi O'zbekistondan narsa. Mashdan jo'natayotgan firmalar ko'pi yolg'onchi. keyin o'tda mana ko'ryapsiz, mana hozir ham o'z ko'ryapsiz. Yevropada qonun ujistachat qilib borilyapti-da. Borgan sari. Yengillanmayapti, naborot bilasizmi, maktabda o'qigan o'zida kimdir nimadir parod qo'ysa, butun sinf jabr chekadi. Vinovat bo'ladi. Da. Shuni holatlarini nimadan deb o'ylaysiz, mana жестокий zakon bo'lib ketayotgandan? Жестокий zakon bo'lib ketayotgandan qarang, Ya'ni migratsiya qonuni. Ha, migratsiya qonuni nimagaki u yerda talablarga javob bermayapti. Kimlar? Bu yerdan borgan odamlar ko'pi boradi, qonunbuzarlik qilyapti, ichyapti, kayfini qiladi, boshqa qiladi. Keyin nima desa bo'ladi? O'ziga talab qo'yilgan ishni bajara olmaydi. Ko'pchiligi shu ayollarga ilashishgani, masalan, ichib kayf qilgan, o'shani bunaqa ham bor. bunaqa juda ko'p. O'zingizdan ko'rdingiz ko'zingiz bilan? Конечно, ko'rdim ko'zim bilan. Men butun shaharda yurdim ko'chada. Politsiyaga tushganlarni ko'rdim, ishtirok to'layotganlarni ko'rdim, deport bo'layotganlarni ko'rdim. Unaqa narsaga Yevropa qattiq qaraydi. 100% deport ushlashi. Endi qarang mana, значит bu kompaniya ham odamlarni o'tda o'zini tutishida ham ikki tarafda ayb bor ekan-da, hozir bundoq qarasangiz. Endi qanaqa bu yerdan odamlarni tayyorlash kerak, jo'natishdan oldin. Psixologik. Ha, psixologik. Misol uchun o'tga borgandan keyin bu yerda yurgan odam boshqa dunyoga tushib qolgandek bo'ladi. Chunki u yerda hamma narsa akkuratni, talabga javob beradigan narsalar. Bu yerda to'pori bo'lib yurgan odam bu yoqqa borib turib sho'xlik qilib qo'ysa, ularni ko'tarib, Сразу уже yo deport yo ishtirok shtraf to'ladi. yoki nimadir bo'ladi. Qamat olishi ham mumkin. Qamashi ham mumkin. Aksariyat holatda o'sha deport. Deport. Endi qarang, mana odam boryapti. Misol uchun aytaylik, qanaqa tushuntirsan ekan. Misol mana men karta qilib berdim sizga, bordingiz. O'zi odam u yoqqa borsa mana Yevropani, misol uchun mendan hamma so'raydi, nima ish qilsa bo'ladi, nima ishlar bor, qaysi sohalarga ko'p pul to'laydi. Endi qarang, odam boryapti, dokumentini to'g'riladi deydi, qanaqa qilib ishlarga tushib ketishini, o'ziga qanaqa qilib to'g'ri yo'lini topishini, aytaylik, oka qanaqa o'zini tutishini, umuman hayotini yo'lga qo'yib olish uchun nimalarga e'tibor berib harakat qilish kerak, nima maslahat berasiz mana ketmoqchi bo'lgan odamlarga? Avvalambor iloji bo'lsa til o'rgansin. Qaysi til misol? Ingliz tili bo'lsa hech qayerda och qolishmaydi, qoqilishmaydi. Yevropada ham. Yevropada ham. Ingliz tilini bilmay rus tilini-chi? Rus tilini gapirishsangiz bo'ladi. Misol uchun nima desa bo'ladi? Ular rus tilini yoqtirishmaydi. Tushunsa ham gapirgisi kelmaydi. Nimadan endi bu? Nimadan endi u o'zi siyosatga taalluqli. Rossiya bilan Raqobatchilik uchun. O'shaning uchun rus tilida gapirma, islom tilida gapir. Oxiri bu faqat Slovakiyada shunaqami, boshqa joylarda? Boshqa joylarda ham, butun Yevropada почти shunaqa. Ukrainlar bo'lsa, gaplashib ketadi. Ular vejlivi. Shunaqa. Ularga mumkin. Sababi rus deb o'ylaydi ko'pi, yo sen ruscha gapirma, o'zbekcha yoki nemischa gapir yoki inglizcha gapir. Yoki slovakcha gapir yoki inglizcha gapir. Mana shunaqa.
Demak, til o'rganish ili Til hatsa bir rus tilini bilib o'rgan- olish hatsa bir rus tilini mukammal tushuntirib gaplasha oladigan darajada bilsa, keyin o'zini sohasini ustasi bo'lsa, shunga qarab yo'nalish qilib borsa bo'ladi. Nima sohalar o'tda yaxshi deb Nima o'ylaysan? soha? Hamma soha yaxshi, lekin sohani ustasi bo'lish kerak. Endi sohani ustasi bo'lgandan keyin o'zini zo'r yo'limni topib ketaman, cho'tki yuraman deydigan bo'lsa, til bilsin. Ha, sohasi bilan qo'shib tilni ham o'rganib olsin. Slovakiya tilini, именно mayli nemis tilini bilmasin, ingliz tilini bilmasin, slavian tilini хотя бы bir 50% bilsa ham normalniy bo'lib ketadi. Tushuna oladigan holat. Tushuna oladigan holatda u yoqda o'zi tortib ketadi. Atak slavian tili rus tiliga ham o'xshashib ketadi. Sal rus tilini qiyshaytirib gapirilganda. Boshqacharoq variant. Shunaqa. Xo'p, endi qarang. Qonun buzganlarni ham ko'rdingiz. Ko'p yaxshi bo'lib ketganlarni ham ko'rgandirsiz. Yaxshi bo'layotganlar ham bor. Yomon Tildan bo'lmayapti. tashqari nimalarni maslahat berasiz misol mana borgan odamga? Qanaqa o'zini tutish kerak, xulq-atvori, qanaqa nimalarga e'tibor berish kerak ko'proq? O'tdami? Ha. O'tda sal madaniyatli bo'lish kerak. Mana shu xulq-atvor akkuratniy bo'lsa, madaniyat sal o'zini skromniy ushlasa, ichib kayf qilmasa, yaxshi bo'lib ketadi. O'zini tutish kerak. O'zini tutish kerak, akkuratniy. Bir oyda o'sha to'rtda yashashingiz necha pul ketadi? Voy, Ro'zg'or bilan misol hisoblasangiz. Bet- Oddiy Slovakiyani mana hisoblaydi. betdan juda ancha kam lekin. To'g'risi, Arzonroqmi? Arzon juda. Misol uchun 30-40 yevroga bemalol 15 kunlik ro'zg'orimni qila olaman. U yoqda. Ya'ni bu o'zingiz ovqat qilib, O'zim ovqat qilib yer shunaqa. bir kishiga Uni ichida kolasi bor. Обязательно har kungiga ikkita. kola ichasiz. Kola ichaman va Kola atkaz reklamasi ketyapti qilmayman. hozir. Haqiqatdan kola atkaz qilmayman. O'zbekistonning kolasi ancha yaxshi, yoniki. Nima desa bo'ladi yani? Go'sht, mo'sh, tam. Ha, go'shtlar bor. O'sha hammasi ichida-da. Ha, 30 yevro demak 2 haftaga Endi yetar. anu постоянный go'sht yesangiz ham sal cho'ziladi. Cho'ziladi. 60-70 ga qarab ketadi. Bu 2 haftalik ekanda. Bu 2 haftalik ro'zg'or. Xo'p, yashash qanaqa? Yashash yaxshi, tinch davlat, juda ham. Biri bilan ishi yo'q, ob-havosiga yaxshi gap yo'q. Kelganimga 10 kun bo'lgan, qorayib ketdim. Yashashga necha pul ketadi? Misol uchun deydi. Endi qarang, hop bir xonali kvartira olaman desangiz, bir xonali kvartiralar sal qimmatroq. Necha pul? Men misol uchun 550 dan boshlanadi. 500 ga ham topsa bo'ladi, bundarog'ini. 500 yevro. O'rtachasi 600. 600 yevroga bir oy bir xonali kvartira, misol uchun. Uni bo'lishib olsangiz bo'ladi? Uni bo'lishib olsangiz bo'ladi. U yerda endi doговорga bog'liq. 2 kishiga agar qo'yadigan bo'lsa, xazayini rozi bo'lsa, unda 2 kishi olsa bo'ladi. Tashashib to'laysiz. Ha, 600 yevro kvartiradan tashqari yana 600 yevro depoziti ham bor. Uni oldindan bir oyga berib to'lab qo'yadi. qo'yishingiz kerak. O'sha bir oylikni to'lab qo'yasiz, u ichidagi sindirgan nimalarga ketadi. Ketadi. Bu narsa muammo bo'lib qolsa, o'shalarga bosib olib qoladi. Hosteldachi? Hostelda sal arzonroq, depozit yo'q, где-то 400 yevro Bir oyda. bir oyda. Demak, значит, agar hostelda yashasa odam 400 yevro bir oyda yotoqxonasiga ketadi. Ko'chadan kirib borsangiz agar shunaqa. Ko'chadan kirib borsangiz. Firma, ishxonalar orqali kirib borsangiz 300 yevro. 300 yevro. Ya'ni arzonroq to'lab beradi. Ular arzonroq. Chunki persiyani katta объемda odam chiqadi ular. Demak, hisobiga. Hozir o'ylashim bo'yicha qarang, hop 400 yevrodan ham deylik, misol, ro'zg'oringiz hop 50 yevro bo'lsa, bor 2 haftaga. Hop. 100 yevro bir oyga ketyapti, 500 yevro o'ziga ketar ekan rasxodga. Shunaqa. No 100 yana plus tam telefon, internetlar agar olmoqchi bo'lsangiz. Ya 100 ketmaydi unga. Men o'zim imенно 40 dollar 35 yevro to'layman. 35 yevroga butun Yevropada, даже O'zbekistonda ham ishlab beradi. Endi u qimmat kompaniya. Internet ishlab beradi. Sal minnoroqlari bor, 17, 16 oyiga to'lanadi. Demak, bizda bir odam borsa 1000 yevro ham ketmas ekan. Yo, 1000 yevro ketmaydi. Bu aniq 1000 yevro. Endi o'zini nafsiga ham bog'liq. Ko'chadan ovqatlanib, diskoteka yuradigan bo'lsa, chidamasa ham kerak. u 1000 yevro yetmaydi. Malchuk, undan ham ko'p ketmasa Ketadi undan. Taksilari qanaqa yo'l kiralar? Taksi qimmat, Transport? transport zo'r. Aytgan vaqtingizga joyiga keladi. Yo'q. 100%. Tablolar bor. Bizda unaqa tablolar men hali ko'rmaganman. Har bir ostanovkada tablolar qo'yib qo'ygan. Qayerda, nima, qaysi, necha avtobus necha minutda keladi.
hammasi bo'ladi. Hammasini yozib qo'yishadi. Keyin u yerda preznoy bor. 50 euro, 46 euro bir oylik preznoy. O'shani olishsa maslahat berardim. Hammaga o'tadi. Ha, liboy avtobusga, metroga o'tib ketadi u narsa. Keyin xohlasa shu ostanovkani o'zida tanga yevro tashlab bilet sotib olishi mumkin. 30 minutligi bor, 60 minutligi bor. Biletli minut. Ha, 90 minutligi bor. 2 soatligicha bor. O'sha biletni oladi. 2 soat liboy avtobusga chiqib yura oladi. Mashinani o'zi necha pul turadi u yerda? Mashina o'sha mashina o'zi undan arzon tushadi lekin. Yo'q, necha pul turadi mashinalar? Misol uchun aytaylik, bizani Spark'ga o'xshagan mashinalar haydab yuraversangiz. 400 euro. Yo'q. Kulgiligida 400 euro. Misol men o'zim o'sha yerda 2 oy yurib ikkita mashina haydadim. Ikkita mashinam bor hozir, yeta olaman. Ramz aka anaqa. Уже серьезный. Mashinadan muammo yo'q, lekin arzon juda. Arzon, a? Mashina arzon. Benzinichi? Benzin, Расходlar. lekin rasxodlari ko'pi ekonomичный mashina. Ekonomичный. O'shanga moslab chiqarilgan benzinlar mana bu urushib o'tganlar hisobiga biza borganimizda 120 edi. Biza borganimizda, kelayotganimga, kelishimga yaqin o'sha 1.9 ga chiqib oldi. 1.9 ga. Narx-navolar oshgan bizga. Endi qarang mana. Ancha hozir ko'rib odamlar sizga rahmat deydi. Chunki nima borishidan oldin уже tushunmayapti nimalarga e'tibor berishi, nima qilishi. Обязательно. Bu bilgani yaxshi. Endi misol uchun deylik, mashinani tushundu. Keyin расходlarni ham tushundu mana. Mashinani endi обслуживанияsi qanaqa deb o'ylaysiz? Mana o'zingiz shu sohada siz qo'rqib aytganda. U sal murakkabroq narsa u yoqda. Boshqacharoq aytyapti. Bizda misol uchun mashinangizni liboy avtoservisga kirsangiz, shundan ko'ra mama-mamutda bunaqa bo'lyapti desa, sразу ko'tarib olib tashlaydik. Endi unaqa emas. O'tda qanaqa misol uchun mashinangiz bizildi kirdingiz. Bizildi bordingiz. Deydi, shunda daftar ochadi birinchi. Bir 50 ta odam ro'yxatini ko'radi-da, oxirida 2 oydan keyin o'chirtin kelar ekan sani. 2 oy siz ungacha nima qilasiz mashinada? Unga qiziq emas. Ko'radi, mamuncha rasxoti bo'ladi. Yana o'sha kuni ham hisoblaymiz deydi. Endi olib qarasangiz biz o'tirib o'rgangan ekanmiz-da, joy-joyida hal qilishni. IT sohasida internetlarimiz bizaniki kuchli. Kuchli-a? U yoqdan ko'ra aniq kuchli. O'tda Instagram ko'p ishlatishadimi? Yo'q. O'tda Facebook aslida. Facebook. Instagram uncha qiziqishmaydi ham, qarashmaydi ham. Telegram ham unaqa ishlatilmaydi. Ishlatilmaydi. Aslida Facebook, WhatsApp, anaqa. Facebook. Telefonlar bizga yo'q, iPhone'larda, narx-navo bir xil. Ne, aytmoqchi odamlar qanaqa, iPhone chiqsa sras hammaga yo'q, unaqa. Yo'q, lekin men o'tda Koreya, Xitoy telefonlarini ko'rmadim. O'tda xalqida aslan iPhone tutadi. iPhone tutadi. Eski bo'lsa ham iPhone tutadi. Eski bo'lsa ham iPhone reklamasi ketdi ko'rdinglar. Demak, ular ham bizga o'xshagan ekan. Ya'ni iPhone chiqsa iPhone'ga qaralar. Ya'ni qolgan telefonlar yaxshi, no iPhone bilib qo'yar. Rahmatli Steve Jobs kompaniyasi bilib qo'yar buni, yangi hozirgi rahbariyatlari. Yevropa ko'p iPhone. Germaniyada bo'ldim. Germaniya aholisi o'zi Mercedes haydamas ekan, ko'p BMW da yuradi. Yo'q, aslida BMW da yurar ekan. Bu BMWchilarga haqiqatan yaxshi joylar. Tinchmi? Germaniya sal oziq-ovqatga qimmatroq. Yashash qimmatroq o'sha. Именно Slovakiyadan ko'ra yo'qlar qimmat. Vengriya ham почти qimmatroq. Qimmat desa ham bo'ladi Vengriya. Chunki Vengriyaniki foreign bo'lsa, misol uchun bitta savatingiz, bitta bozorsiz 60 foreign, 70 foreignga ketadi. Bu puli foreign. Foreign 60 foreigningiz 100 euro bo'ladi. Demak 60 foreiningiz 100 euroga to'g'ri keladi. Bu yoqda 30-40 euroga savat to'lab chiqadi. Slovakiyada. Shunaqa. Demak, Slovakiya davlat ekonomikasi bo'yicha, ya'ni produkti bo'yicha arzon ekan-da ular. Arzon. Haqiqatan arzon. Oyliklar qanaqa unda ekonomikasi bo'yicha? Qayerda ko'proq, qayerda kamroq? Oylik Slovakiyada ko'proq. Slovakiyada ko'proq? Slovakiyada ko'proq. Yo'q, Chunki yevroda yuradi, ular foreign-da. Aslida 1,5 ming dollargacha eshitdim Vengriyaniki. Vengriyada oylik. Slovakiyaniki 2,5 mingdan topsangiz bo'ladi. Bu qanaqa topsa bo'ladi? Lekin harakat qilish kerak. Ya'ni sразу yotib qolsangiz pul berib qo'ymaydi. Shu pulni ham misol uchun endi baribir o'zbekmiz, ko'chada yurgan odamlar
yoqqa borgandan keyin mana bitta tema qilib oladi. O'ziga. Ha, nimadir ish boshlaydi. O'sha men maslahatim iloji bo'lsa bitta borib, ozgina o'rganib, joylashgandan keyin nimadir ish boshlasa, ancha yuksalib ketadi odamlar. A Germaniyada-chi? Germaniyani to'g'risi ekonomika bo'yicha 5-o'rinda turgan bo'lsa, Germaniyada ham tema qilsa bo'ladi, lekin u yerda sal qonunlar jo'skiroq. Oyliklari-chi? Oylik ko'proq. Ko'proq. Oylik ko'proq. Imенно Slovakiyanikidan ko'ra ko'proq, lekin nalogingiz ham shunga yarasha to'lanadi. Katta oladi. Nalog ham katta oladi. Slovakiyada kamroq. Slovakiyada kamroq. Endi qilinadigan ishga bog'liq u. Nalogi pul topishingizga bog'liq. Mana ko'pchilik aytadi, Ibrohim aka, siz buni ham o'zingiz ham o'qigansiz deydi. Ya'ni bilasiz deydi, nima deydi, video qilib chiqasiz deydi. Men просто buni aytmoqchimanki, do'stlar, bu inson Slovakiyada borib, kamida 5 oy yashadingizmi aka? Salkam, почти 5 oy Yevropada yashab, ID kartalarini olib, endi ba'zi bir holatlarga qaraganda o'zlarini o'sha planlari bo'yicha O'zbekistonga kelib ketayotgan odam, hozir vaqtlari yo'q paytida yaqinda o'zi uchib ketadi ham. Aka, keling deb sizlar uchun nimaga olib keldim? Biza har xil kompaniyalar gapirursa bo'ladi, chiqib olib turib, internetda gaplari chiroyli, tam ko'rsatib, lekin o'sha yerda bo'lib kelgan, boshidan o'tgan, mana qiyinchiliklari o'tgan odamdan gaplashsanglar, haqiqatda eshitasizlar-da. Как бы aytadi-yu, chiroyli qilmasdan qandoq bor shundoq aytib beryaptilar mana hozir. Ko'rgan bo'lsangiz, mana aytamiz, kayfga berilish kerak emas, mana ichkilik, haromga yurish kerak emas. Ras boryapsam ishingni qil. Keyin mana yana bilib o'tgan bo'lsanglar, o'zingni sohang bo'yicha ketgin deyaptilar. Ya'ni sohang bo'yicha topa olsan deyaptilar. Keyin rus tilini хотя бы bil deyaptilar. Хотя бы rus tili razgovorni bo'lsa, u yoqqa borib o'zini tilini o'rganib olasan keyin deyaptilar. Mana mashqlarigacha detalli aytdilar mana sizlarga. Xudo xolasa endi planingiz qachon aka? Men tez kunlarda uchib ketaman men bu yerda yurmayman. Уже welcome to Slovakia, Bratislava-da. Men yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Mana shu Instagramni o'sha yerda o'tirib ko'rdim. Instagramda bir xillar chiqyapti. Volkswagen zavodida 25 million oylik. Joyi deb reklama qilishyapti. Men o'sha yerda kommentlariga ham yozdim odam. U odamning o'zi bilan ham gaplashdim. Unaqa oylik yo'q. Ishonmanglar shu narsaga. 100%. 2,5 million oylik? 2,5 25 million oylik. Bu 2000 dollar degani. 2000 dollar degani 1800 yevroga tushadi. Yo'q. Unaqa oylik yo'q. Bekitish shart emas bu narsani. Buni gapi xohlasanglar, men shu yerda hozir telefon qilib ham bilib beraman. Ish qilayotganini bolalar. 1000-1200 dan oshib olmaydi. Bu yotoqlardan tashqari. Yotoqlardan tashqari qo'liga tegadigani 1200. Patologiya. 1 yil ishlagan odamga. Yana ko'tariladi. 2-3 yil ishlagan bo'lsa, o'sha 25 millionga olishi mumkin. Chiqadi, sekin-sekin ko'tariladi. Lekin srazi kelib, o'qitib bo'lishi kerak. Srazi kelib, srazi unaqa qo'yatdi. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Men bu yerda gaplashdim o'sha odamlar bilan. Bizaniki qonuniy любой joyda gaplashamiz. Immigratsiyadan bizga beriladi dedi. Beriladimi immigratsiya? Endi bu yerda migratsiya agentligining ham aybi yo'q-da, aka. Misol uchun nimaga migratsiya agentligi litsenziya beradigan joy o'zimda. Tegini olib qarasa. Litsenziya beradi, o'sha O'zbekiston fuqarolarini huquqini himoya qiladi. Qanaqadir aytaylik, nyuanslar bo'lib qolsa. Bu kompaniyalar shu migratsiya agentligiga borib, aytgan talabiga to'g'ri qilib, o'sha puli bo'lsa, pulini qo'ydirib, o'sha nima talab davlat tomonidan bo'lsa, o'shani qilib oladi litsenziyasini. Ular endi qanaqa ishlashga migratsiya javob bermaydi. Misol uchun bir xillar bor, bilasiz, litsenziyani olib turib, noto'g'ri niyatda ishlaydi. Demak, summani o'zligiga taqsimlash. O'zi qiladi, uni migratsiya etmaydi, chunki ishonmanglar, 25 million oylik yo'q o'tdi. Shuni men 100% aytaman, ishonmanglar. Men u odamlar bilan gaplashdim, direktimga ham yozdi, xullas, nima unaqa ish qilyapsiz, qonuniy qilamiz, siz bilan qonuniy gaplashamiz. Men любой joyda gaplashaman, xolisingda WhatsAppdan chiq dedim. Mana yonimda o'tirib shu zavodda ishlaygan bolalar. Aziz o'sha zavodda ishlayganlar bilan birga Meni yonma-yon o'tiribman shu yerda. Shunaqa oylik bormi deb ularga savol tashlayman birinchi. Bolalarga. Bolalarga savol tashlayman. Aka, unaqa oylik bo'lsa zo'r bo'lardi, deyapti. Biz qo'shimcha ish qilmasdik-da. Ular qo'shimcha ish ham qiladi. Qo'shimcha dastlabkiga ham chiqishadi. O'shalarning gapiga qarab turib, men atvet yozolmadim. Shu haqiqat. Bu narsa 100% rost bu. Agar meni videoyimni ko'rib qolsa o'sha odamlar aloqaga chiqsin. Gaplashiraman любой bilan.
Seryozni bu Yo'q, gaplashaman. juda jiddiy. Chunki bu yerda odamning hayoti ustida gap ketyapti, aka. Oyoqqa borgandan keyin qiynalib qoladigan bo'lsa, telefon ko'tarmaydi. u telefonni ko'tarmasa, u juda yomon narsa u. Birinchi marta borgan joyiga, u tanish bilishi yo'q, boshqasi yo'q. Bejini Haqqa bor. Конечно, aka, u yomon narsa. Musofirchilik men o'zim ko'rib bildim. Iloyim, men boshimga tushmadi-yu. Sababi mana shu odam bor edi. Endi meni ishlash prinsipim qanaqa? Men xususiy bandli emasman. Biza Grant Viza markazi. Biza hujjatlar bo'yicha ishlaymiz. Mana hujjatlar bo'yicha kartalarni, vizalarga yordam beramiz. Ya'ni biz uni kirib olib bermaymiz, qanaqadir migratsiya yoki posostda katta xolamniki yoki ammamniki emas olib chiqadi. Yani biz o'sha yerga hujjatlar qilib yordam berib, yaxshi firmalarga yetamiz. Bu qanaqa? Misol uchun mana bu odam aytayotdilar, men Yevropaga ketmoqchiman, Ibrohim. Qanaqa ketsam bo'ladi? Ko'pchilik joyda turizm vizasini aytayotdilar. Endi men konsalting agensiya maslahat berishim mumkinki, to'xtang, turizm bilan siz borsangiz, отказ deport olasiz, nelegal bo'lib qolasiz. Undan ko'ra o'tdan bitta korxona gaplashib turib, ID kartani qildirib, nalog to'lab, o'zingiz ishingizni qilib yurganingiz yaxshi degan maqsadda qilinyapti. Qilingandan keyin mana natija yaxshi bo'ldi, chunki nimaga? Har bitta ishni qilishdan oldin 10 marta tekshirib qilish kerak. Dedim, mana shunaqa otam aytayotgandek, men Volkswagen 25 million degan xususiy banklarga bu migratsiyani aybi yo'q. Migratsiyani aybi u litsenziya bergan emas. Chunki migratsiya litsenziyani beradi. No kontrolini ham qiladi. Bular internetda qanaqa chiqishi migratsiya oldi sottisini o'rtasida turmaydi hech qachon. Bu qonunga to'g'ri kelmaydi. Chunki mana men misol uchun deydi xususiy bankli bo'lsam, men agar men qayerdandir ishga gaplashsam, Ramiz aka, u ishxona menga $2000 oylik desa, bunga migratsiya aralashmaydi-da. O'sha necha pul oyligi bo'lsa qilib bersin bo'ldi deydi. Sen xizmatingni olsam, ishingni bajar deydi. Shunga senga litsenziya berilgan deydi. Agar ular mana именно mana shunaqa odamlar borib turib 25 million oylik olmasa, keyin qanaqadir diskussiya kelib chiqsa, keyin migratsiyaga murojaat qilsa aralashadi unda u. U nima qiladi? Litsenziyani o'sha bekor qilib turib, to'langan mana depozit puldan odamlar qanaqadir zararini qaytartiradi, tushundingizmi? O'rtaga tushib. Tushunarli. Lekin o'tda oyligida ili sizga ketayotganingizda necha pul etishiga migratsiya unga xo'jayinchilik qilmaydi. Chunki u ularning ishi emas. Ular vaziyatga qaraydi. Agar vaziyat misol uchun mana men sizga tasavvur qiling, aldadim misol uchun. Boros 25 million oylik dedim. Borganingizdan keyin qarasa o'tda $500 oylik. Siz nima bu desangiz, men sizni aldab yuribman. Ertaga indinga aka deb to'g'ri tushuntiryapman. Ana shunda siz migratsiyaga murojaat qilsangiz, men xususiy bandli bo'lsam, meni tortadi migratsiya. Mana nima bunaqa yuribdi deydi. Sen nima va'da berding deydi. Agar seni deydi o'tda ish beruvchi qanaqadir noto'g'ri ish qilayotgan bo'lsa, bizga ket deydi. Dogovoring bo'lishi kerak deydi. Ya'ni talablari bor-da, qonun qoidalari. Shuning uchun. Mana Grant Viza mashinalarigacha e'tibor beradi. Keyin ko'pchilik xususiy bandlikni so'raydi bizdan. Yaxshi xususiy bandliklar ham bormi deydi. Albatta bor. Albatta meni o'zimni tanishlarim ham bor. Ancha yildan beri ishlab kelishyapti va aytaylik reputatsiyasi ham yaxshi. U best globalist deyiladi. Yaxshi odam ekan. Best globalist deyiladi. Endi ular o'sha основной Koreya bilan ishlashadi. Koreya ularda prioritetda. Keyin Izrael bilan ham qilishardi. Menimcha hozir Izrael o'sha urush bo'layotgani uchun qilishmayapti hozir. Lekin o'sha xususiy bandliklar men o'zimni ichida taniyman. Ular ham menga vizasi bo'yicha ishi tushadi. Men yordam beraman. Bir xil ishlaymiz совместно. Даже bizga o'sha litsenziyalarni ham berdilar. Toshkent shahar filiali bo'ldilar. Bitta ko'rsatdi. Stolimda turib turamiz. Uzr, noto'g'ri tushundingizlar, operator ukam menga yordam beraveradi. Toshkent shahar filiali bo'lgan dedilar. O'zini hurmatli Afzalxon aka, o'zini shef deymiz biz. Mana litsenziyalarni ham berib, Toshkent shahar filiali Ibrohim bo'lgan deb menga qilib berdilar. Minnatdorchilik bildirib qo'yaman, aka, kamera orqasida bo'lsa ham. Shuning uchun ham. Hujjatlari bo'yicha mana Grant Vizaga birga ishlaymiz bular bilan. O'shanda men bularni bilaman, Koreyaga o'tgan gapligini qilishadi. Ular ham atbor qilib olishadi. Duch kelgan odam olishmaydi. Grant Viza esa mana shunaqa VNJ, viza, keyin uy sotib olish o'tdan, видно жительство, PMJ imzolash, даже mashinangizni ham birga topdi-yu, aka, o'tirib. Bular gap yo'q, bular haqiqatan hacker, mana kompyuter olib olishadi. Mashta turib yodiy temalarni hal qilgan paytda. Sizdami hostelni qanaqa ochib berganim eshigini. Men gap yo'q dedingiz. Gap yo'q.
hostel otam bilan bron qilyapmiz, pulini to'layapmiz. Borsalar kodli ishi ekan. Uni men bu yerdan turib, ochib, to'g'irlab, aka endi kiring xonaga desam, ochganingiz nima dedingiz? Voy. Qattan zo'r gap yo'q. Tan berdi dordingiz. Tan berdim. Agar mana shu eshikni ochsangiz tan beraman. Haq kerak ekan, haqiqatdan bittada ochib tashladik. Shuning uchun Grand Visa mana shunaqa yo'nalishlarda har bir insonga yordam beradi. Xususiy bandliklarga kerak bo'lsa, men sizga maslahat berib o'tdim. Viza hujjatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga kelaverasizlar. Mana shunaqa Ramzat akamga o'xshab voyaj qilib, men har bitta odam bilan shunaqa olishni xohlayman-da. Keyin mana hozir ketgan ayollarimiz ham voyaj oldilar o'sha. Ko'rdim. O'g'illariga ketdilar Germaniyaga, ozyorlarga. Ketdilar. Naloglarni to'g'irladilar. Endi Germaniyada shanson kart qilmoqchi ekanlar. Germaniyani shanson kart degan narsasi bor, shuni bilib qo'yinglar do'stlar. Biz o'sha shanson kart bo'yicha ham hozir yo'lga qo'yamiz ishlashni. Shanson kart nima deyiladi? Xuddi shunaqa karta, faqat u green karta Germaniyada. Например, o'tda bitta qanaqadir ishga обязательный bo'lmaydi odam, majburiy bo'lmaydi. Shu yerga depozit bor, blok shot degan narsa bor. Misol uchun 12 ming yevro 1 yilga qo'yasiz. Blok shotga qo'yasiz, u nimaga qo'yiladi aka? U qo'yiladigan narsasiki, o'sha borib ishga tushguningizcha o'sha pul sizga tashab berib turadi davlat. Tushundingiz-a? Чтобы oyma-oyga bo'ladi 1000 yevrodan tashab beradi. Yordam pul. Da, siz u shanson kartni olganingizdan keyin xohlagan joyingizga borib Germaniyada ish topa olasiz. Xohlagan, prям joylasha olasiz. Bu zo'r variant ekan lekin. Mana shunaqa shanson kartni ham hozir yo'lga qo'yamiz. O'sha opa hozir Germaniyadalar Slovakiyaning kartasini olib, o'shalarga hozir qilib berishga harakat qilyapmiz. O'sha o'g'illari ham Germaniyada. Endi buni tushungan odamlar bilan ishlaganingiz baribir yaxshi. Chunki 12 ming yevroni shotga qo'yganingizdan keyin u blok shot deyiladi. Shuning uchun ham blok shot u nimaga qaytarib berilmaydi. Shu siz o'tga borib yashashingizga u pulingiz o'zingiz garantiyasiz. Mana lekin til mil so'ramaydi o'tda. Bu yaxshi variant ekan. Tilni qanaqadir uni kasbingizni so'raydi. Qayerda bitirgansiz? Kollej yokida bakalavr bo'lishi kerak. Maktab bo'lmaydi. 3 yil kollejda o'qigan bo'lishingiz kerak yoki bakalavr o'sha kasbingiz bo'yicha qilinishi kerak. O'tga borib o'sha kasbingiz bo'yicha topa olasiz. Misol uchun mana mashtansa shanson karta, bu как nemetskiy green karta deyiladi. Bizning tilda mana esingizda qolsa shanson karta deyiladi. Yaxshi variant ekan. Zo'r, endi hozir qilinglar. Testoviy qilyapmiz. Endi hozir bilasiz, meni ham Germaniyaga odamlarim bor. O'shalar bilan testoviy hozir qilinyapti, ishlanyapti. Xudo hozir rezultatlari chiqsa, albatta buni videosini qo'yib boramiz. Bu Germaniya haqida. Slovakiya mana уже sinalgan davlat. Slovakiyani menga nimasi yoqdi aka? Birinchidan yashash arzon dedi, shu yoqqa borganingizda, keyin mashinalar. Keyin o'zim ham xudo xolisa chiqmoqchiman. O'sha yerda bo'lamiz aka, nasib. Birgalashib, может, nimadir ideyalar qilib yanada ham rivojlantiramiz. Ha, to'g'ri, ideya qilsa yaxshi bo'lib ketadi ancha. Da. Shunga kimga shunaqa kartalar kerak bo'lsa, vizalar kerak bo'lsa, Grand Vizaga murojaat qilaverasizlar. Adashib qolmaysalar, murojaat qilinglar shularga. Kutsanglar ham lekin bo'ladi deng. Kutsa ham bo'ladi. Oxirigacha bu yetkazadi. Bo'ladi, yetkazadi. Chunki bilasiz, ko'pchilik qilib turib, aka, 1 yil vaqt o'tdi, 6 oy vaqt o'tdi. Bunaqalar men o'zim ham через WhatsApp gaplashdim. Imенно ko'rdim. Bildingiz nimaga menda vaqt o'tishini? Chunki meni kompaniyalarni ko'ryapsiz, boryapti, hujjatini qilib bermaydi bir xillar. O'sha Latviya, Litva kutganlar. Javob bermaydi. Ha, kutganlar, misol uchun, men bitta narsaga guvohman. Nimaga sizlarniki отказ bo'lib ketgan, o'sha to'g'ri ozgina orada tushunmovchilik bo'lgan, lekin Ibrohim ukam menga hamma narsani ko'rsatgan. Nimaga mana bunaqa bo'lgan, nimalar bo'lganini iloji bo'lsa kutinglar, ozgina to'g'rilab beradi. Endi tushunmovchilik nimaga bo'lgan? Aka, o'chirt sotilgan. Ha, shunaqa. $1000gacha o'chirtini sotdi. Endi aka, $1000 kichkina pul emas. Bechorani odam, mana siz ham misol uchun ketsangiz, u bu narsani sotib ketasiz-da. To'g'ri. Tasavvur qiling, $1000 o'chirtga to'layapsiz, vdруг chiqmasa, отказ bersa, $1000 kuydingiz degan. Undan tashqari, bu yerda hali qilingan hujjatlaringizni ham kuyib-siz-da. Nimasidan sotib qo'ysa, unga ham kuyadi. Da, unga ham kuyadi. Shuning uchun men aka ham qanaqa bo'ldi mana? Bo'pti dedim. $1000 olaman o'chirting dedim. Faqat dedim, javob olib bera olaysam odamlarimga dedim, hujjati chiqqan. Garantiya yo'q. Tasavvur qiling, mana bilasiz, приглашение har bittasi o'tga borganingizdan keyin tushundingiz, pul turadi. Госпоштинasi. Kamida mashina приглашенияsi ham 200-300 yevro turadi. Ha, конечно. Kamida bu. Minimalni hisoblasangiz. Men bilaman buni. Buni sroki bor. Srokidan o'tkazib qo'ysangiz nima qilish kerak? Yana qaytadan pul to'lash kerak. Qaytadan pul to'lanadi. Mana.
Endi tasavvur qiling, Litvadan biz приглашение olamiz. Приглашение сроki 4 oylik. 4 oylik ichida kirgizib topshirib olishimiz kerak. Lekin topshirganimizdan keyin yaxshi bersa, bermasa ham приглашение puliga, ham посольство puliga, ham u yerda kirib chiqish rasxodlari bor, kamida normalniy summaga odam kuyyapti. Uni ertaga kimdan kim norozi bo'ladi? Mendan bo'ladi. Bu yerdagi odamlar uni tushunmaydi sizdan bo'lishini. Chunki u yerdagi davlatdagi посольстводagi narsani soqib qolishadi. Ne, u yerda mayli endi посольство soqib qilsa ham, просто bu yerda o'sha vizaviy sentr shunaqa bo'lgandan keyin bildingiz ham, что Litvani o'chirtini olib tashladi hozir. To'g'ri, men aytmoqchi bo'lganim, bu yerda zarari o'zbeklar ko'ryapti. U yerda foydani latviyaliklar ko'ryapti. Chunki ularga pul kirim bo'lyapti. Bu yerdagilardan. Rezultat bo'lmasdan turib. Yo'q, u yerda mayli, госпошлина aytayotganmiz-da. Lekin o'chirib sotishni aytdim-da. O'sha посольствоga pul to'laysan, boshqa qilasan deydi. Hamma to'laydi. O'chirib sotish o'zinkini sotadi dedi. Chunki bu yerda посольствоga pul kiryapti-yu. No, посольство. U yo'q narsani olib kirishyapti, chunki qisqasi bu temada mashinliklar ko'p. Ehtiyot bo'ylar, boy 25 millionga o'xshagan. Juda ko'p, men ko'rdim. Именно iloji bo'lsa, o'shani Yevropada turib qilib beraman deganlarga sal qiyin. Maslahat bermaysiz. Men maslahat bermayman. Keyin mana o'sha посольство hozir Litva qabul qilmayapti. Ko'pchilik Litvani nima qilyapti? Bu yerdan viza olib, borib topshirib kelyapti. Bu shu o'chirtda sotilgani uchun ham hozir to'xtatib qo'ygan Litvani VNJsini qabul qilishini. Ya'ni mana menda qanaqa ketyapti? Menda vizani olinadi, shu viza bilan borib qaytib kelmasdan turib ID karta olinadi. Litvanikida qanaqa bo'lyapti-ki, hozir turizm ovoz, o'tdan migratsiyadan o'chirib topib qo'yapti. Siz boryapsiz, отпечатка topshiryapsiz, qaytib kelyapsiz, keyin kartangizni jo'natyapti 40 kundan keyin. Или 60 kundan keyin. Tushundingizmi? Ya'ni borib kelishingiz kerak, bitta rasxod bo'ladi. Bilet. Yana chiqib ketishingiz yana bitta bilet. Mana, ular shuning uchun ham men odamlarni unaqa yo'lga qo'ymadim-da. Mana endi tushundingiz-ku, что men bu sarsongarchilik ham rasxod ko'proq. Ham rasxod ko'p, bechara endi ana odamni o'zi tak kelishtirib bersangiz, yoki qiynalib, misol uchun nimadirni sotib qolgan bo'lsa ham odamga alam qiladi-da. Mana undan ko'ra mana sal sabr qilsa, ko'rdik, sabr qilganlar hammasi ish bityapti. Даже mashina gaplashib berganimizda ko'rdingiz-ku, Teslada o'tirib endi aytmaymiz kimlik dardi. No, avtomatkolovka topolmadi u. Xullas temalar zo'ri bo'ldi. Yo'q, komediya bo'ldi. Lekin mana shu benjini borganinglardan keyin politsiyaga kirib chiqasalar, politsiyaga kirib chiqqaninglardan keyin olguninglarcha ham ishsiz qolib ketmaysizlar o'tdi. Mana. Nimadir tirikchilik qilsa bo'ladi. Ular borganlar, boradiganlar bo'lsa, batafsil ukamga aloqaga chiqinglar, aytadi hammasini. Siz bizga ajratgan vaqtingizga rahmat aka. Shunchalik kelib. Bizani ko'rayotgan insonlarga ham agar ancha ma'lumot olgan bo'lsanglar, sizlarga xursandmiz. Va yana ta'kidlab o'taman, oxirida qanaqa mana xususiy bandliklar so'rasanglar, biz Globalizga maslahat beraman. Viza hujjatlari, karta, mana shunaqa ID kartalar, o'tdan uy sotib olish, mashina qanaqadir yordam kerak bo'lsa, unda grant viza tayyor hamisha. Shuning uchun bemalol murojaat qilasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizani obunachilar nima deb qolasiz endi? Ishoninglar bo'ldi. Kelinglar, topshiringlar, ketamiz Yevropaga shu. Bo'la qolinglar deb. Bittasi zerikmanman deb. Shuning uchun hammaga rahmat, yaxshi kayfiyat tilab qolamiz va videomiz yoqqan bo'lsa, like, obuna bo'lishni unutmanglar. Sabab sizlar qanchalik bizani podдержать qilsanglar, biz shunchalik sizlarga mana Ramiz akam bilan, yana qolganlar bilan va bundan tashqari juda hozir men bitta zo'r proyekt qilganman Ramiz aka. Men o'zim ham Yevropaga chiqsam, shu holatlarni video talqinda olib yurmoqchiman. Mana Mir Muhammad Tergashev ukam bilan birga shuni yo'lga qo'ymoqchimiz. Kim qayerda qiynalyapti, nimadan? Bilasiz, ko'chada qolib ketganlar bor, o'tdi. Bor. Может, hammamiz birlashib yordam beramiz. Kimdandir 2 yevro, 3 yevro tashashib bo'lsa ham kerak bo'lsa, uni xorlatib qo'ymaymiz degan maqsad. Xudo xolisa. Xudo xolisa. Shunaqa plan bor. Da, shunaqa planimiz bor. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va yana videolarda ko'rishamiz degan inshaalloh umiddaman. Sog' bo'linglar.